Assalomu alaykum qadrli do'stlar, kanal obunachilari, barchaga xayrli kun. Bugun sizning e'tiboringizga biz qiziqarli bir video tayyorladik va unda futbol olamidagi eng mashhur agentga aylanishga ulgurgan Jorge Mendes hayotiga va uning muvaffaqiyatga qanday erishganligiga to'xtalib o'tamiz. Va kelajakda nasib qilsa mana shunday videolarni ham ko'paytiramiz, ya'ni futbol olamidagi, undan tashqari boshqa sport turlaridagi mashhur shaxslarning hayoti va ularning o'sha qiyinchiliklari, qanday qilib muvaffaqiyatga erishganliklariga ham to'xtalib o'tamiz. Dastlabki videoda esa yuqorida aytganimizdek, futbol olamidagi eng mashhur agent Jorge Mendes hayotiga to'xtalamiz. Jorge Mendes Portugaliyaning Lissabon shahrida o'ziga to'q oilada tavallud topdi. Uning otasi Portugaliya neft bozorida asosiy monopolistlardan biri bo'lgan korxonada injener bo'lib ishlar edi. Yoshlik paytidanoq Jorgening futbolga mehri bo'lakcha edi. U otasining yordami evaziga neftchilar jamoasida to'p surdi. Ammo professional futbolchi darajasiga chiqa olmadi. Shu tufayli Mendes biroz vaqt o'tgach, biznesda o'z omadini sinab ko'rishga qaror qildi va video magazin ochdi. Lekin havaskorlar jamoasida futbol o'ynashni ham tashlamadi. Kichik biznesda biroz pul to'plagan 30 yoshli Jorge Luz do Mar nomli tungi klub ochdi va ayrim paytlarda o'z klubida DJ-lik ham qilib turdi. Kunlardan bir kuni klubdagi ziyofatda Mendes Vitoriya darvozaboni Nuno Espiritu Santo bilan tanishib qoldi. O'sha paytlarda 25 yoshda bo'lgan Tottenhamning hozirgi murabbiyi La Corunyaning Deportivo klubiga o'tish niyatida ekanligini bilib oldi. "Kel bir urinib ko'ramiz", dedi Mendes va barcha tanish-bilishlarni ishga soldi. Bir yil o'tib Nuno 2,5 million yevro evaziga Ispaniyaga ko'chib o'tdi. Bu 1996-yil uchun katta narxdagi transfer edi. Bu shartnomadan o'z ulushini olgan Jorge video magazin va tungi klubdagi foydasi bu biznes oldida choy chaqa ekanligini tushundi. Shu tariqa zamonamizning eng nufuzli agenti o'z faoliyatini boshladi. U o'zining shaxsiy kompaniyasini ochdi. Mendes baxtiga 10 million aholiga ega bo'lgan Portugaliyada futbol sportida iqtidorlar ko'p edi va Yevropada ularga bo'lgan e'tibor ham yuqori darajada edi. Mendesning keyingi transferlarga bo'lgan urinishlari muvaffaqiyatsizlik bilan tugayverdi. U kunlardan bir kuni aeroportda Figo bilan ko'rishib, unga o'z xizmatini taklif etib ko'rdi. Ammo o'sha paytlarda Figoning agenti bor edi. U Portugaliya futbolidagi eng taniqli agent Jose Veiga edi. O'z vaqtida Zidanni Realga ko'chib o'tishiga sababchi bo'lgan Veigadan Figo ketishni istamadi. Ammo Mendes biroz vaqt o'tib, Veiga qadriga yetmagan olmos Cristiano Ronaldoni undan ilib ketdi. Tushunganingizdek, endi bu yog'iga Mendes va Ronaldoning yo'llari qanday kesishganligiga to'xtalib o'tamiz. 2001-yilda Cristiano 16 yoshda edi va Sporting akademiyasida allaqachon super yulduzga aylanib ulgurgandi. O'sha paytda Sporting jamoasi bilan u dastlabki professional shartnomasiga imzo qo'ygan bo'lib, oylik maoshi 2000 yevro va shartnoma muddati 4 yil etib belgilangandi. Lekin dastlabki oylardanoq muammolar yuzaga kela boshladi. Sporting yoshlarga maoshni kechiktirib berardi. Cristiano onasi bilan Veigaga qo'ng'iroq qilib muammoni hal etishni so'rashardi. Figo va Zidandek yulduzlar bilan ovora agent Krish va Quaresma singari futbolchilarga juda kam vaqt ajratardi. Ronaldo Veigaga klubdan 500 yevro avans olib berishini so'raganida, agent unga asabiy holatda cho'ntagidan 150 yevro berdi. Hech kim uning o'zini bunday tutishi sababini bilmas. Ayrimlar uni tabiati og'ir desa, ayrimlar u o'zini yengilmas deb o'ylaydi deb hisoblashardi. Qisqasini aytganda, yosh futbolchilar bilan u unchalik ham til topisha olmasdi. Mendes Ronaldoni 17 yoshida ko'rib qoldi. Bu paytlarda Manuel ismli portugaliyalik agent ham Sporting yoshlari Quaresma, Hugo Viana va Ronaldoni kuzatib o'tirardi. "Kel ularni o'zimizniki qilib olamiz", dedi Mendes Manuelga. Bunday ittifoq bilan kuchli raqibni yutish osonroq bo'ladi deb hisoblardi Jorge. Manuel esa rad javobini berdi. Chunki u Portugaliya futbolidagi eng taniqli agentga hujum qilish va uning potensiali yuqori bo'lgan 3 futbolchisini ilib ketish juda xavfli. Agar bu jangda mag'lub bo'lsa, agentlik ishini tashlagan ma'qul deb hisobladi. Mendes esa bunga jiddiy qiziqib qoldi. Unga Veiganing Ronaldoga bo'lgan yomon munosabati haqida mishmishlar kela boshladi. Mendes bundan foydalanib qolish kerakligini tushundi va u Ronaldo oilasini juda qadrlashini hamda barcha ishda onasiga ishonishini bilib oldi. Bu esa asosiy kalit edi. Mendes Ronaldoning mashg'ulotlaridan biri tugagach, u bilan ko'rishdi va yosh Cristianoga juda qiziqayotganini tushuntirdi. "Kel bugun birga tushlik qilamiz.
Iloji bo'lsa, onangni ham olib kel, dedi Mendesh. Ronaldu esa bunga shu zahoti rozi bo'ldi. Hammasi juda tabiiy bo'lgandi, eslaydi Krish. Jorjeda meni o'ziga og'dirish maqsadi yo'q edi. Biz shunchaki oddiy suhbat qurdik. Gap oxirida u shunday dedi: "Sen uchun ishlayotgan ayrim insonlar o'z ishlarini yaxshi bajarishmayapti." Mendesh nishonga urgan edi. Jorje Mendesh bu suhbatga yana bir biznes hamkorini ham taklif etdi. Ular asabiy va jiddiy Vegadan farqli ravishda juda xushmuomala edilar. Suhbat davomida ular boshqa mayda muammolarni ham yechib berish haqida kelishib olishdi va bu uchun hech nima talab qilishmadi. Mendesh dastlab Ronaldu bilan, so'ngra uning onasi Dolores bilan alohida suhbatlashib oldi. Keyin esa ular qo'l tashlashib xayrlashishdi. Mendesh hamkoriga shunday dedi: "Ular endi bizniki." Bir necha kun o'tgach, Vegaga faks yetib keldi. Qog'ozda shunday yozilgandi: "Agentimiz bizga bo'lgan qiziqishni yo'qotgani uchun bu hamkorlikdan voz kechamiz. Imzo: Cristiano Ronaldo, Maria Dolores Aveiro." Vegaga yuborilgan bu faksdan so'ng Ronaldo va Dolores Mendeshdan har narsani kutishdi. Lekin Mendesh aldamadi. U nafaqat biznesda o'z bilimi bilan o'rtoqlashdi, balki oila a'zolari bilan ham juda yaqin bo'lib ketdi. Shunday paytlar ham bo'lardiki, uy egalari charchab uxlab qolishsa, Mendesh hech erinmasdan mehmonlarga qarab turishi va ularni zeriktirmasligi ham mumkin edi. Mendesh va Ronalduning birinchi suhbatidayoq ular oldinga yurish kerakligini tushunib yetishdi. Sporting yaxshi jamoa, ammo mashhurlikka erishish uchun yanada kattaroq klubga o'tish kerak deb hisoblardi agent. Biroq Mendeshning o'sha paytlardagi aloqalari bilan bunday katta transferni amalga oshirish juda qiyin edi. Jorje Vegadan tortib olgan yana bir futbolchisi Hugo Vianani Newcastle'ga olib bordi va uni 12 million yevroga sotdi. Bu Jorjening amalga oshirgan ilk katta transferi edi. Ammo Newcastle Ronaldu darajasi emasdi. Real, Barcelona, Manchester United, Inter, Juventus darajasidagi klublarga chiqish kerak edi. Shu tariqa Mendesh hayotidagi eng katta transferga uzoqdan qaray boshladi. 2002-yili u Manchester Unitedda bosh murabbiy Ferguson yordamchisi Carlos Queiroz bilan suhbatlashib, mankuniyaliklarga darvozabon kerakligini eshitib qoldi. Bu paytda Jorje qo'l ostida darvozabon yo'q edi. Biroq bu Sir Alex bilan uchrashish uchun yagona imkoniyatligini tushundi. Mendesh Ricardo Lopesni agenti bo'lmasa-da, uni Qizil iblislarga taklif etdi va transfer shartlarini kelishib oladigan bo'ldi. Bu uchrashuvdan bir kun oldin esa Mendesh do'stining iltimosiga yo'q deya olmadi va uni o'z mashinasida Madrid aeroportiga olib borib qo'ydi. So'ngra mashinada yana Portuga qaytadigan bo'ldi. Tunda u yerdan Manchesterga uchib ketishi kerak edi. Yo'l uni holdan toydirdi. Uning Porsche rusumli avtomobili Villar Formosa qishlog'idan o'tayotgan bir paytda Mendesh yuk mashinasining baland signalidan o'ziga keldi. U qarama-qarshi yo'lga chiqib ketgan edi. Mendesh shu zahoti reaksiya ko'rsatib, mashinasini yo'l chetiga oldi va boshqaruvni yo'qotdi. Uning qulog'iga nimadir zarb bilan urildi. Xavfsizlik yostiqchilari Mendesh va uning ayolini qutqarib qoldi. Jorje mashinadan tushganida uning yuzi qon edi. Tez yordam mashinasi qisqa muddatda yetib keldi va shifokorlar bu avtohalokat uning quloq terisini shilib olganligini ma'lum qilishdi hamda tezda shifoxonaga borish kerakligini aytishdi. Biroq Mendesh qulog'ini boylab qo'yishayotgan bir pallada u nima maqsadda qayerga ketayotganligini esladi. "Meni juda muhim uchrashuvim bor", dedi Mendesh. Shifokorlar unga aqldan ozgan insonga qaragandek qarab turishar edi. Mendesh tez yordam mashinasidan sakrab tushib, dorixonaga yugurdi va 4 ta doka sotib oldi. Uning qulog'idan tinimsiz nimadir sizib chiqardi. Aynan mana shunday holatda u Porto Manchester samolyotiga o'tirdi. Mehmonxonagacha zo'rg'a yetib borgan agent kuchli bosh og'rig'i va isitmadan o'zini yo'qotdi. Ammo Mendesh yengilishni istamadi. U uchrashuvga yallig'langan quloq bilan kirib bordi. Uchrashuv jarayonida u Sir Alexga atayin yaralanmagan tomoni bilan o'tirdi va bor yo'g'i 4 tagina so'zni aytdi xolos. Uniteddagilar unga ajablanib qarashardi. Oradan 1 yil o'tib ular yana uchrashishdi. Bu safar u asosiy maqsadiga erishdi. 1 yil avvalgi og'riqlar o'z samarasini berdi. O'tgan 1 yil ichida Mendeshga bir nechta top klublar taklif bilan chiqdi. Lekin u Ronalduga "Hozir pulni o'ylaydigan vaqt emas. Sening asosiy maqsading pul ishlash bo'lmasligi kerak", derdi. Mendesh Cristianoni Juventusga taklif etdi. Biroq Marcelo Salas bu kelishuvga ko'ra Sportingga ko'chib o'tishdan bosh tortdi. Bundan xabar topgan Parma
Ronalduga va agentga 4 million yevro taklif qildi. Bu o'sha paytlar uchun katta pul hisoblanardi. Lekin portugaliyaliklar bundan bosh tortishdi. Yana bir qiziqarli taklif Arsenaldan bo'ldi. Ronaldu hattoki Londonga borib, mashg'ulot bazasi bilan tanishdi. Lekin yangi stadionga katta pul sarflagan Arsenalda pul tugab qolganligi bois bu transfer ham barbod bo'ldi. Keyinchalik Arsen Wenger bu transfer amalga oshmaganidan ko'p afsuslanganligini yaxshi bilasiz. 2003-yili yozda Sporting va Manchester United yangi stadion Jose Alvaladening ochilishi munosabati bilan o'rtoqlik o'yini tashkil qilishdi. O'sha bahsda Cristiano qanotda Phil Neville'ga ancha muammo tug'dirdi. O'yindan so'ng Fergyuson bu futbolchini zudlik bilan sotib olish kerak deb aytgani haqida bir afsona bor. Aslida esa uchrashuvdan oldin Mendes va Fergyuson suhbatidan so'ng bu transfer deyarli rasmiylashtirib bo'lingandi. Mendesning shartiga ko'ra, Ronaldu jamoaning 50% dan kam bo'lmagan uchrashuvlarda maydonga tushishi kerak edi. Bu katta tavakkal bo'lib, agar futbolchi o'ynab keta olmasa, bu uning faoliyatiga nuqta qo'yishi. Angliya top klubi esa ingliz tilini ham bilmaydigan 18 yoshli portugaliyalikni maydonga tushirishi ham kerak edi. Lekin oxir-oqibat hammasi muvaffaqiyatli o'tdi. Mendes Ronalduga yanada yaqin bo'lib oldi. U Cristianoning onasidan keyingi ikkinchi shaxsga aylandi. Oradan 15 yil o'tib, Mendes yana bir sehrgarlikni amalga oshirdi. U Peresni tovon puli milliard yevro bo'lgan Ronalduni 100 million yevroga Juventusga sotishga ko'ndira oldi. Uning biografiyasi Milagreiro Jorge Mendes deb atalishi kerak deydi Ronaldo. Milagreiro bu sehrgar degan. Magiya so'zining asl ma'nosi grekchadan tarjima qilinsa, insonning tabiat qoidalariga bo'lgan ishonchiga ta'sir o'tkazish, uni g'ayritabiiy kuchlar yordamida manipulyatsiya qilish degan ma'nolarni anglatadi. Mendesda ham aynan mana shunday qobiliyatlar mujassam. Jorge nafaqat futbol qoidalari, balki davlat soliq qoidalarini ham chetlab o'tish sirlarini biladi, hamda qolgan agentlardan farqli ravishda futbolchilar bilan emas, balki klublar bilan ishlaydi va odatda jamoa rahbarlarining ishonchiga kirib, ularni manipulyatsiya qila oladi. Mendesning uslubi haqida Jonathan Barnett shunday deydi: U klub prezidentlari bilan mustahkam aloqa o'rnatadi va o'z mijozlarini sekin-asta bu klubga olib kela boshlaydi. Do'stlik ikki tomon uchun ham foydali bo'ladi. Agentning mijozlari ishli bo'lib olishadi, klub esa muammosiz tayyor futbolchilarga ega bo'ladi. Shuningdek, Mendes o'yinchilari juda ham kamdan kam hollarda maosh tufayli klublar bilan janjallashadilar va deyarli transfer mishmishlariga tushmaydilar. Jorge Mendes har yerdan pul topa oladi. Ayni paytda unda eng yaxshi mijozlar bazasi, katta aloqalar va eng katta gonorarlar mavjud. U hozirda butun Portugaliya bozorini egallagan. UEFA Millatlar Ligasining final bosqichida Mendesning naqd 8 nafar mijozi maydonga tushgan. U potensiali yuqori bo'lgan futbolchi va murabbiylarni o'ziga og'dirishi haqida gapirmasak ham bo'laveradi. Misol uchun u Baydekdan Mourinhoni, Vegadan Ronalduni, Almeydadan Nanini, Cardeirodan Felix singari futbolchilarni o'ziga og'dirib olgan. 2017-yili Monaco klubi Fransiya chempionatida yosh iste'dodlar evaziga chempion bo'lgani esingizda bo'lsa kerak. Ha, bu yoshlarni mazkur klubga kelishida ham sehrgarning qo'li bor. Jorge Real prezidenti bilan ham juda yaqin munosabatda. U Ronaldodan tashqari Pepe, Carvalho, Coentrao, James Rodriguez, Angel Di Maria singari futbolchilarni ham Madridga olib kelgan. Perez Mendesga shunday ta'rif beradi: U o'z mijozlarini himoya qiladi va ish beruvchilarga ham ko'maklashadi. Gap faqat Realda emas. U Ispaniyada ko'plab jamoalar bilan yaqin munosabatda. Shuning uchun ham u eng yaxshi agent. Bundan tashqari qarzga botgan Valensiyani oyoqqa turishida va Wolverhamptonni Championship g'olibi bo'lib, APLning hozirgi kundagi yoqimtoy jamoasiga aylanishida ham uning qo'li bor. APL klublari Wolverhampton qoidalarni chetlab o'tib, bir agentning mijozlari evaziga kuchayganini yaxshi bilishsa-da, buni qonuniy tarzda isbotlab bera olishmagan. Mendes bu futbolchilarni Wolverhamptonga kelishida qog'ozlarda deyarli ishtirok etmagan. Shu tariqa uning bu ishini qanchalik sinchkovlik bilan o'rganishmasin, hech kim buni isbotlay olmagan. Aslida esa buni butun Angliya biladi. U o'z yurtida Porto, Benfica, Sporting klublariga yana bir raqobatchi Bragani paydo bo'lishiga ham sababchilardan hisoblanadi. FIFA qoidalariga ko'ra, agent transfer miqdorining 10% dan ko'p pul olishi mumkin emas. Lekin birgina 2018-yilning o'zida u transferlardan 90 million yevro ishlab oldi.
2009-yilning o'zida u amalga oshirgan futbolchilarning transfer qiymati 1 milliard yevroga yetib bo'lgan edi. Chunki aynan o'sha yili Ronaldo ham Realga ko'chib o'tgan edi. Mendes foizlardan kun ko'rish bilan cheklanmaydi. U nafaqat FIFA, balki Yevropa ittifoqi qoidalarini ham chetlab o'tish yo'llarini biladi. Jorjening soliq eng kam bo'lgan Irlandiyadagi kompaniyasi orqali futbolchilar o'z imij huquqlaridan keladigan foydani Ispaniyadagidan ancha arzonga o'zlashtirishadi. Keyin esa agent mijozlarining pullari Shveysariyadagi banklarga sekin-astalik bilan kela boshlaydi. Bir vaqtlar Petrogol shahrida kiyim-kechak sotib yurgan Mendes endilikda futbol olamidagi eng taniqli shaxslardan biriga aylandi. Qadrli muxlislar, mazkur videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni esdan chiqarmang, obuna bo'lishni ham albatta va nasib qilsa kelgusi videolarimizda futbol olamidagi boshqa qiziqarli shaxslarga ham to'xtalib o'tamiz. Ko'rishguncha.